Assalomu alaykum do'stlar. Mana Elbekjon Qashqadaryodan kelganlar. Mana mana. Ko'rdingizmi? Mana yana yarqiroq ko'rindi. Mana. Ha, ko'rdingmi? Mana bola. Mana Sidik Park tepada. 50-13 yil bo'lganda bu ikkimiz bola. Shunday. Elbekjon hozir mana suvga chidamli RKF 06V modelini o'rgangan keldilar. Hozir mana o'zi qilish jarayonidamiz. Bo'ldi Elbekjon olib bering. Qo'yilma, mod qo'yilma. Qo'ymay turgan. Bu O'ktam aka, taniganlar bo'lsa. O'ktam aka ana yerga kelganlar. Tahlil qilgan kelganlar. Mang aka. O'ktam aka hozir tahlil qilgan kelganlar, mana ko'ryaptilar o'zlari ham. Bu yangi apparatdan olmoqchi ekanlar. Ha, Ko'zni o'rgatish kerak-da. O'ktam aka qanday? Ko'rdingizmi? Ha. Siz endi Qayqut qilaman menga. ha, o'rta. Tamam. Ha. Oybek aka. Oybek ham Qashqadaryodanlar. Yaqin bo'lsin, yaqin. Mana bu qarang, kuyan qo'ymaydilar. Siz osib olishingiz kerak ekanda. Shoshmang. Aha, ana shunday. Ana shunday. Potem pok keladi. Ushlab turing. Montaj qo'yadi, mana. Ha, montaj qilaman. Oybek aka mana qaytaring qo'lingizni orqaga, ana. Ana shunday. Mana havodan ko'rdingizmi? Mana bola. Mana. Ko'rdingizmi mana? Sidik Park mana bola. Juda oson narsa bu, Oybek aka. G'ovoq ichidagi suyuqlikda bu mana. Bug'ova suyuqli. Ha, mana shu suyuqlik. Mana sidikdan suyuqlik. Suyuqli bor, qora ko'raman. Qora bo'lib ko'rinadi. Mana shunday. Ko'rdingizmi Oybek aka? Ular qo'yganmi? Ha, suni qo'ygan.